Assalomu alaykum yurtdoshlar, sog'misizlar. Bugun 30-iyun Sarıurganchda ekkan bozor dollar kursi infimagi ikisini gösteramiz. Dollar ko'tarildi asta-sekinlik bilan. Infimagda. Bozorni ko'ramiz, bozorni aylanamiz, ma'lumotlarni yig'amiz, sizlarga yetirib beramiz. Shunga do'stlar, homiylarimiz videosini qo'yib beraman. Bitoy texnikalar kerak bo'lsa, hamon magazine baraverasizlar. Köne bani yanında magazini. Şunu göringlar. Keyin videomuzni davom qilamiz. Xullas 15 günlük aksiyadan unumli foydalanib qolasizlar. Islombek 15 günlük aksiyaga nav qo'yding sen qancha? 15 günlük aksiyada Alkmo brendini qo'yib beraman. DC inverter konditsioner 3 milyon so'mdan gelip alıp ketaveradilar. Hem istada hem so'utadi. Hem isitib, hem qizdiradi. Shaharning ichida besplat dostavkasini qilib beraman. Ana, shahar ichida, Urganch shahari. Gelsinlar, soni dum ko'p og'ir. Bazara geladigan bo'lsak, yurtdoshlar, bazar 100 dollarni 1 milyon 195 dan ta 1 milyon 200 dan so'rabdi bular. Bankni gördingizlar, bank baland bozordan. Rubl. Rublni şu 145 dan tutib 147 yana atrofida bor. Lekin ayrim yerlar 140 dan ham so'rab yurganlar bor. Tanga, 1000 tanga 24 ming so'm o'tibdi. 100 euromuz 1 milyon 350. 1000 liramız oturttu, 250 ming so'mdan oturttu. Türk bulam. Bugungi yangiliklarimiz shuningmi? Sog' bo'linglar, biz kuzatishni davom qiling.